Galaxy degan chiqishdi. anaqa chiqdi. Da. Nima qilishdi? Birga bir qilib, Colgate qilib chiqarishdi. Ular reklamaga juda katta pul sarflashdi. Rosa katta pul sarflashdi-da. Kattaligini men tasavvur qila olmayman, chunki o'sha payt Chortoqda ishlab yurgan paytimda biz ostanovkadan olishimiz kerak edi. Brending uchun bitta ham bo'sh ostanovka qolmagan o'sha payt. Galaxy olib tashladi. Hammasini Galaxy olgan. Sud bo'ldi. Anaqa sudni yutib chiqdi. Colgate. Colgate sudni yutib chiqdi. Bular majbur bo'lishdi ochib to'xtatishga. Bu ishni kim qiladi o'zi odatda? Masalan, mana boshqa brend o'shat qo'yib qo'yish polkaga. Reklamaga byudjeti bo'lmagan. Boshqa partizanskiy chiqarmoqchi bo'lganda, partizanskiy emas, o'zi 100% qonunni buzishku, etikaga ham hech nima aytadi. Okey, nima qilishadi? Prosta brendni o'xshatib qo'yib, yoniga qo'yib qo'yishadi. Okey. Mana nima deydi endi bo'lib turadi unaqa holatda. Pulingiz bo'lmasa, byudjet. Lekin shuncha pulingiz bor ekan, shuncha byudjetingiz bor reklamaga. Hamma yon to'ldirdingiz reklamaga, televideniyega qo'ydingiz, indorlarga qo'yib tashladingiz, ko'chada ostanovkalarni to'ldirib qo'ydingiz-da, qani o'sha mahsulot hozir kimdir biladi? Balkim men ularni yo'ldimayman, bordir, nimadir ishlab chiqarishayotgandir, balkim super ishlashyotgandir. Biza, masalan, chiqib ko'rmayman boshqa.